tug'ishdan xabaringiz bormi? Qanday penya tug'adi 5 kunda? Ha, olayotganimda aka behijolat, penya menasi yo'q deb iltimos qilardinglar-ku. Men pulim yo'q desam, to'lamay qolishim mumkin desam, aka hijolat olmang, biz o'zimiz to'lashga yordam beraveramiz dedinglar-ku. Nima qilmanglar endi bu? Qanaqa qilib penya tug'adi? Hurmatli mijoz, unda to'lovni qanday amalga oshirmoqchisiz? Ha, to'lovni hozir amalga oshira olmayman-da, to'lamayman. Nima qilasizlar hozir mana? To'lamayman. Onasini ham so'ng shu meni achchig'im kelib qoldi. To'lamayman. Nima qilasizlar? Hurmatli mijoz, to'lamaysizmi? To'lamayman. Hurmatli mijoz, agar to'lamasangiz, biz sizni bankimiz tomonidan xudoga solamiz. Bankni haqqini yeyishdan qo'rqmaysiz? Bankda haqqini yeyishdan qo'rqqanimda kredit olamidim. Ajoyib ekanmi? Hurmatli mijoz, rostdan to'lamaysizmi? To'lamayman. Nima qilasizlar? Unaqada deyishib chiqsin.